hayotlari mana shu tortlarda shirin bo'lsin. Yazda. Endi jenski so'rishdi, rahmat. Qator kesimda endi qarindoshlar, boringizga shukur. O'shadan kelib. Eshitdingizlarmi? Boringizga shukur. To'yli muborak bo'lsin. Ko'ngillarga bog'lanar butkul. Bu dunyodan bearmon o'tkul. O'zingdan iz qoldir, zurriyot qoldir. Kimga yaxshilik qilsang, shuni unutgin. Umr 5 kun. Unutma do'stim. Bugun yasha. Ertani hisobini qilmoqlik uchun. Parvardigorim mana shu ikkala yoshimizga baxtli kunlari muborak bo'lsin deymiz. Demak, Zarfaga taklif qilganimizdek, mana shu kelin-kuyovlarimizni chiroyligina tortish marosimlari bor ekan. Bu qadamlarning ostida yana qadamchalar paydo bo'lsin. Shu qadamchalarni mana shunday chiroyli to'ylar o'tirishni Alloh nasib qilsin. Bular bugun bitta o'zi, ikkalasi bugun kirib kelishdi. Mana shu bitta oila ertaga bitta katta sulola bo'ladi. Katta sulola bo'ladi, ishoninglar.